Nogiron demang bizni deydigan insonlar qatnaydigan yana bir maskan Vashingtonda poytaxtda joylashgan bo'lib, san'at bu kuchdir deb ataladi. U yerda imkoniyati cheklangan odamlar rasm chizib tirikchilik qiladi, pul topadi. Vanessa Monro rassom. Atrofida ko'rganlaridan ilhom oladi. Monro aqlan zaif, kamdan kam uchraydigan irsiy kasallik oqibati. Ammo u yaratayotgan nodir asarlarni sotib olaman deganlar Qo'shma Shtatlarda ham, xorijda ham ko'p. Masalan, mana bu surat xorijdagi xaridor uchun chizilgan. Er-xotinlar tasvirlangan rasmni bitirdim deydi u. Buning uchun pul to'lashadi. O'zimdan faxrlanaman, juda xursandman deydi u. Being an artist is like part of my dream. Mara Clausen esa asosan tabiatni tasvirlaydi. 2 yoki 3 yoshligimda bo'yoq bilan chiza boshlaganman. San'at jonu dilim deydi u. Clausen ham ruhiy kasallikka chalingan, ammo studiyada boshqa rassomlar bilan ishlayotganida o'z nogironligi haqida o'ylamaydi. Bu yer tinch va sokin, bir-birimizni yaxshi tushunamiz, do'stmiz. Nogironlar uchun maxsus kurslarga qatnaydi. Dasturda mana shu singari qariyb 30 mahalliy rassom qatnashadi. Ular har xil kasb, irq va elatlarga mansub. Mari Leneger tashkilotning ijroiya direktori. Maqsad barcha rassomlarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam berish, shuningdek, jamiyatda ajratib qo'yilgan odamlarni qo'llab-quvvatlash. Galereya rassomlarni ijod qilish uchun ashyo bilan ta'minlaydi, internet orqali ularning asarlarini reklama qilib, sotishda yordamlashadi. Rassomlarimiz uchun yiliga kamida 10 ta ko'rgazma tashkil etamiz. Shahardagi boshqa ko'rgazmalarda ham qatnashadi. Galereyada yoki veb-sayt orqali yoki ko'rgazmada rasm sotilsa, tushgan pulning 60%ni ular oladi. Qolgani bizning xarajatlarimiz. Rassomlarga butun dunyodan buyurtmalar tushadi. Germaniya, Yaponiya, Avstraliya va boshqa o'lkalarda xaridorlar bor. O'tgan yili qariyb $80,000 teng savdo qilindi. Bu asarlarning o'rta narxi $100. Eng muhimi, bu rassomlarning iqtidori va qobiliyati e'tirof etiladi. Rasm chizayotganimdan va ularning sotilayotganidan juda xursandman, deydi Vanessa Monro. Eng muhimi ham shu. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.